Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli bosh prokuror va ichki ishlar vaziri. Bugun men sizga yangi O'zbekiston tarixida yangicha bir holat ro'y berganligi haqida sizga hukmingizga bir holatni keltirmoqchiman. Holat Buxoro viloyatidagi 4-sonli tergov hibsxonasida sodir bo'lgan. Bundan oldin ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, G'ijduvon tumani Sog'liqni saqlash bo'limi mudiri G'afforov Jahongir Sobirovich 150 million so'm pulni olayotgan paytida tadbir jarayonida ushlanganligi va qamoqqa olinganligi bo'yicha xabarlar tarqalgan edi. G'afforov Jahongirning oila a'zolari bizga murojaat qilib, advokatlik xizmatidan foydalanishni bildirganlaridan keyin bugun ushbu ishga kirishdik. Kirishganimiz soat obeddan keyin 3lardan keyin edi, 15:00lardan keyin edi. Men tegishlicha order rasmiylashtirib tergov hibsxonasiga G'afforov Jahongir bilan uchrashish uchun bordim. Taxminan soat 5lardan o'tgan edi. Tergov hibsxonasiga borganimdan keyin G'afforov Jahongirni olib kelishdi. U bilan advokatlar uchun mo'ljallangan xonada holi uchrashni boshladi. Kirganimdan, men o'zimni tanishtirganimdan keyin G'afforov Jahongir menga kecha 2026-yil 4-iyun kuni taxminan tushdan keyin soat 15-16lar atrofida deyapti. Endi soatlarga farq qilishi mumkin. Tergov hibsxonasida xizmat qilayotgan xodimlar birinchi zam Saidov deyapti, birinchi o'rinbosari tergov hibsxonasi boshlig'ini va operatorlar deydi endi rus tilida, o'zbek tilida tezkor xodimlari, tergov hibsxonasi tezkor xodimlari Sherali ismli va boshqa 4-5 nafar xodimlar uni o'zi saqlanayotgan 220-sonli xonadan kitob o'qib turgan paytda o'sha yerda xizmat qilayotgan navbatchi orqali olib chiqib, sen uxlab qolding degan gap bilan olib chiqib, uni tezkor xodim xonasiga olib kirib, 4-5 nafar xodimlar uning tanasining ichki qismiga, ya'ni qorin bo'shig'i ichki qismiga azob urib, orqa qismlariga urib, tepib qiynagan. Menga yig'lab aytib beryapti. Nima uchun senga bunday qiynoq qilishni deganimda, G'afforov Jahongir aytayaptiki, ular mendan Buxoro viloyat hokimi Botir Zaripovga, eshitib qo'ying, Botir Zaripovga viloyat hokimini aytayapti va Buxoro viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Elyor Oltiyevga, viloyat sog'liqni saqlash boshqarma boshlig'ining o'rinbosari Rahim Salimlarga va boshqa shaxslarga rus tilida pokazaniya deymiz. Pokazaniya, ya'ni ko'rsatuv berishni, ularga nisbatan ko'rsatuv berishni so'rayapti. Men hayron bo'ldim. Asan G'ijduvon tuman sog'liqni saqlash bo'limi mudiri bo'lsangiz, viloyat hokimini sizga nima aloqasi bor deyapman. Viloyat hokimiga nimaga unga qarshi ko'rsatma berish kerak ekan, pokazaniya berish kerak ekan degan hayron qolyapman. O'zi ham bilmaydi nima uchunligini. Sen ularga ko'rsatma berish, senga kim bo'ladi, qanday aloqang bor? Sen prokuratura xodimlariga sen umuman shu paytga qadar bo'ysunmagan ekansan va hokazolar. Menga hamma dalillarim bor, video zapis qilib qo'yganman deb uni taxminan deyapti, meni yarim soat 30-40 minutlar atrofida urib qiynab tashlashdi. Men shu kechasi bilan uxlay olmay chiqdim, ishlarim og'rib, meni o'zbek qilishlarini so'rayapman dedi. Va aka iltimos dedi, meni boshqa viloyatga tergov, dastlab tergovni olib boshini boshqa viloyatga ko'chiring, meni bu yerdan olib ketsin. Bular meni o'ldirishadi deyapti. Hattoki unga seni bir joyingga bir narsani baklashgan osib qo'yamiz, seni hech kim bu yerdan qutqara olmaydi degan gaplarni aytayapti menga deyapti. Endi bechora yolg'on gapirmayapti, yig'lab aytayapti. Men ham o'zim ham juda ham shokka tushib qoldim, chunki nima aloqasi bor? Tergov hibsxonasini birinchi zami, tezkor xodimlari uni qiynab urishga nima aloqasi bor? Kim bularga bunday topshiriq bergan? Men o'ylayman, ular o'z-o'zidan kirib bunaqa ish qilmasa kerak.
Kim turibdi bunaqa azoblashning orqasida? Nima xohlashyapti? Xo'p, agarda G'afarov Jahongir qandaydir ayb ish qilgan bo'lsa, qandaydir jinoyat qilgan bo'lsa, marhamat, dastlabki tergov organi isbotlab bersin, sudga chiqsin, sud ko'rib chiqsin. Agar aybi tasdiqlansa, sud jazo berish vakolati bor, huquqi bor. Protsessual qonunchiligimiz shunday. Bizga imkonni, shunday tartibni o'rnatgan. Lekin nima uchun G'afarov Jahongirni 4-sonli hibsxonadagi xodimlar urib qiynayapti? Savol. Buni albatta menda bu holatni isbotlovchi G'afarov Jahongirni badanida, qayerlarda jarohatlar borligini men videoga olganman hammasini. Va zudlik bilan O'zbekiston bosh prokuroridan, Ichki ishlar vaziridan ushbu holatga munosabat bildirishlarini va ushbu holat bo'yicha G'afarov Jahongirga nisbatan sud tibbiy ekspertiza tanlash so'rayman. Sababi uning jarohatlarini ko'rishimiz kerak. Bugunni o'ziga yo'qotishga harakat qilishadi ular. Eng qizig'ini aytaman sizga. Shunday holatdan keyin men unga bu holat bo'yicha rahbariyatga, tegishli shaxslarga murojaat qilishimni aytib, u bilan xayrlashib, tergov xizmatidan chiqayotgan paytimda meni yo'limga o'sha yerdan Operman degan bitta qora futbolkada, uni ham demak videoga tushgan futbolkadagi bola kelib meni alohida shaxs bilan uchrashib turdim. Ikkinchi shaxs bilan himoyam ostidagi ikkinchi odam bilan uchrashayotgan paytimda uni xonadan chiqarib yuborib, o'zi kirib men bilan gaplashmoqchi bo'lyapti. Men unga e'tiroz bildirdim. Men siz bilan gaplashmayman dedim. Nima uchun men siz bilan gaplashishim kerak? Yo'q dedi, men bilan gaplashasiz dedi. Nimaga gaplashishim kerak? Men xullas gaplashmadim u odam bilan. O'zimni demak himoyasidagi odamlarim bilan gaplashib chiqayotgan paytimda endi meni tergov xizmatidan chiqarmasdan meni qamab qo'yishdi. Ya'ni saqlab turishdi. Qamab qo'yishdi degan ma'no qanday? Menga tergov xizmatining panjarasini yopib qo'yishgan, to'sib qo'yishgan, meni faoliyatimga, advokatlik faoliyatiga to'sqinlik qilyapti. Men tergov xizmatidagi o'zimni bilan bog'liq shaxslar bilan ko'rishib chiqib ketishim kerak, erkin chiqib ketishim kerak. Lekin tergov xizmatidagi navbatchi bo'lib turgan post xodimi meni chiqishga qo'ymayapti, eshikni yopib qo'yapti, panjarani yopib qo'yapti. Nimaga qo'ymayapsan chiqib ketishingni desam, birinchi zam sizni chiqishga ruxsat bermayapti. Sizni saqlab turishimiz kerak bizda, to'xtatib turishimiz kerak. Birinchi zam ruxsat bersa, keyin chiqarib yuboramiz deydi. Men shu paytda mana hozir bundan keyin bu ushbu chiqishimdan keyin ushbu holatni video tasvirga olganman, qo'yib beraman, o'zingiz ko'rasizlar. Men ushlab ko'ryapman, eshik yo'q. Qo'ymayman chiqishga deyapti. Birinchi zam kelasiz, men gaplashasiz, keyin chiqaraman deyapti. Shu payt birinchi zam orqadan kelyapti. Orqa tomon ham yopiq edi. Bizning orqa tomonimiz yopiq. Endi u yerdan yon tomondagi eshikdan birinchi zam kelyapti, sport formasida. Shunday qaratdim, siz meni nimaga ushlab turibsiz? Chiqarmasga buyruq beribsiz post xodimlarga deganimdan keyin shunday ko'rdim, men video tasvirga olayotganimni ko'rdi-yu, "Yo'q, mayli, bu yoqqa keling, gaplashaylik bilan" deyapti menga. Men siz bilan nimani gaplashaman deyapman. "Yo'q, gaplashaylik" deyapti. Men gaplashmayman siz bilan deganimdan keyin video tasvirga olayotganimni ko'rdi-da, orqaga ketdi. Shu paytda chiqarasan, meni yo'qmi dedim. Keyin pastda u yana turib birinchi zamga murojaat qilyapti. Chiqaraymi, yo'qmi bu kishini deyapti. Keyin bitta xodim kelib chiqaring degandan keyin haligi eshikni ushlab turgan ichkaridan tortib ochiladi-da ichkaridan. Shunday boyagi Zulfin deydi mendan uni tortdi, shu payt eshikni ochib keyin chiqib ketdi. Qarang, qanchalik bizda hali ham qiynoqlar yo'q deymiz. O'zbekistonda qiynoqlar yo'q deymiz. Mana bor ekan qiynoqlar. Advokat faoliyatiga to'sqinliklar yo'q deymiz. Mana-ku. Meni chiqarishga qo'ymayapti. O'zimni xodim bilan o'zimni himoya ostidagi shaxs bilan gaplashganimdan keyin menga bilmadim nima demoqchi edi ular. Chiqarishga qo'ymadi. Mana shu holatlar bo'yicha O'zbekiston bosh prokuroriga, O'zbekiston Ichki ishlar vaziriga, demak, inson huquqlari bo'yicha ombudsmanga, qiynoqlar bo'yicha ishlayotgan mana bizda demak, Oliy Majlisimizda tegishli qo'mitalarimiz bor. Shularni hukmiga havola qilaman bugungi holat bo'yicha. Faqat zudlik bilan bunga munosabat bildirish kerak. Chunki 2-3 kunda unga yetkazgan jarohat ketib qoladi badanda. Menda audioda, videoga olganman, jarohatlar ko'p ichida ko'karib yotibdi mana shu yerlari. Orqalari tirnalgan, shilingan joylar bor. Mana shularni videoga olganman, beraman. U kimlarga qanday pokazaniya berishni ham aytib bergan hamma gaplari menda video zapisda tushirilgan. Shuning uchun zudlik bilan bugunni o'ziga iloji bo'lsa, men hozir qo'yib yuboraman.
Endi hozir soatimiz ham mana 9:10 ga boryapti. Ertalabki hech bo'lmasam bu G'affarov Jahongir bilan tegishli vakolatli shaxslar kelib uchrashishi kerak, gaplashish kerak, arizalar biz beramiz, uni sud tibbiy ekspertizadan o'tkazishimiz kerak. Xullas, Saidov va umuman tergov xizbxonasi rahbariyatidan tortib to mana shu ishga aloqador bo'lgan shaxslarni va meni faoliyatimga to'sqinlik qilayotgan shaxslarga nisbatan qonuniy choralarni ko'rishni so'rab qolaman. Va videoni albatta keyingi videoni sizga ko'rishni tavsiya qilaman. Mana hozirgina aytib o'tdik, mana birinchi zam bizni so'rayotgan ekanlar mana. Assalomu alaykum. Men birinchi zam bilan gaplashmayapman. Mana hech qanday gapim yo'q. Mana chiqib ketishga qo'ymayapti mana birinchi zam deb dejurka mana. Ochasizmi, ochmaysizmi? Yo'q, boshliq tutar dersizlar. Men boshliq xizmatiga boshliq emas, sizga boshliq. Mana qulf ochilmaydi. Boshliq uchun to'shirgan. Meni nimaga ushlab o'tiribsiz hozir? Chiqarmaylar dedilar birinchidan. Nima uchun chiqarmayman? Endi men bilmayman. Nimaga chiqarmaydi? Men u ishimni qilib o'ldim, chiqib ketishim kerakman tergov xizonasidan. Turibsiz mana birinchi chiqarishni qo'ymayotgan ekanlar mana. Men siz aytdingiz men chiqarma deb. Keling. Yo'q, men bormayman men. Ochsin chiqib ketaman men. Yaxshi. Ochsin chiqib ketaman. Mayli, mayli. Davay, och. Och. Chiqaray boshliq. Alaziz. Ochinglar. Udasayman. Hozir demak, mana tergov xizonasidan chiqdik hozir mana. Birinchi zam. Demak, bizni chiqishga qo'ymagan ekan, kelgandan keyin buni chiqarib olishni so'radi. Demak, hozir kechagina mana qiynoq azoblar berilganligi bo'yicha menga demak, Jahongir G'affarov aytib o'tdi va buni tegishli idoralar bu bo'yicha chora ko'rishini so'rab qolamiz.